Bir kuni bir yigit birinchi oyligini olib onasiga olib kelib, "Onajon, bugun oylik oldim. Mana shu pulni biroq 3 ga bo'ldim. Shularni endi kimga beray?" desa, onasi aytgan ekan. "Birinchi bo'lagini otangga ber" debdi. "Xo'p bo'ladi onajon. Ikkinchi bo'lagini-chi?" desa, "Ikkinchi bo'lagini ham otangga ber" debdi. Bola aytibdi, "Uchinchi bo'lagini kimga beray?" desa, onasi, "Uchinchi bo'lagini ham otangga ber" degan ekanda. Shunda bola hayronda, "Anashim, onajonim, oylikni 3 ga bo'lib, uchalasini otangga ber deyapsiz. Nima uchun?" desa aytgan ekanda. "Birinchi bo'lagini ber deganim, bu dunyoga kelishingga sababchi bo'lgan shu otang. Otangni hurmat qil. Otang bo'lmaganda sen dunyoga kelmasding. Shuning uchun otangga ber dedim. Ikkinchi bo'lagichi?" desa aytgan ekan. "Ikkinchi bo'lagi sen dunyoga kelganingda sen bilan men g'amxo'rsiz qolib ketdik. Xuddi qushni uyasidagi bolalarga o'xshaydigan og'zimizni ochib o'tirdik. Bizga dunyo tov olib kelib, yedirdi, ichirdi, mana shu orqali sen katta yigit bo'lding. Shuning uchun otangga ber" debdi. Uchinchisi desa aytgan ekanda, "Ana shu uchinchisini ham otangga bermasang, otang rozi bo'lmasa, sen ham, men ham jannatga kirmaymiz. Otang rozi ekan, erkak ayol ham, farzand ham jannatga kiradi" degan ekan. Shuning uchun azizlar, otalarni hurmat qilaylik. Otalarni hurmat qilaylik. Azizlar, tirik ekan hurmatda bo'ling. Dunyoning ustida tilovat qiling. Duoyi xayr qiling, sadaqatlar bering otangizning nomidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.